Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Ishmurodov Do'stbek G'ofurov. Bulung'ur tumanida Dehqonobod fuqarolar yig'inida 1981-yil 31-dekabrda tug'ilganman. Men bugun 2025-yil 14-aprel kuni o'z ishim bilan Bulung'ur tuman markaziga borayotganimda hamshiyalarim Bulung'ur tuman markaziga borayotgan ekan, meni olib ket dedi. Keyin men aytdim, ish bilan yuribman dedim. Hay, olib ket, kasbimizni qo'yib beramiz dedi. Agar sizlarga kerak emas, borib ketyapman dedim. Lekin o'zi yo'l tashish bilan shug'ullanaman. Litsenziyam bor. Endi yo'lovchi tashiydigan kunlarim mana bunga o'xshab kunlik pitobga bostirib olaman-da, keyin yo'lovchi tashiyman. Lekin o'zi kuni yo'lovchi tashish maqsadida, bugun yo'lovchi tashish maqsadida borganim yo'q. Keyin GAI to'xtatdi. GAI to'xtatgandan keyin menga transport boshqarmasining xodimi hujjatlar bering aka dedi. Keyin men hayron bo'ldim. Mashinada ketayotgan odamda GAI to'xtatadi, hujjatlarni GAI so'raydi. Keyin sizga qancha hujjat kerak dedim. U aytdi, elektrisitetdan xodim kelsa qancha hujjat ko'rsatasiz dedi. Siz elektrisitetdan emassiz-ku dedim. Mashinani boshqarib yurgan odam dedi. Qanday hujjatlar taqdim qilish kerak dedi. Men aytdim, hujjatni ichki GAIga, ya'ni yo'l patrul xodimiga ko'rsatib dedim. Keyin yana bir qorachadan keyin forma kiygan fuqaro forma kiygan inson keldidan hujjatlar bering aka dedi. To'g'ri. Keyin pravam berdim. Keyin yana texpasportdan bering dedi. Texpasportdan bering. Keyin mashinadan tushing dedi daira transport xodimi. Oq kiyimda kiyib olgan u. Keyin mashinadan tushdim. Keyin жаңа qorachadan keyin aytdi, hujjatingiz yo'q ekan dedi. Mashina jarima maydon qo'yamiz dedi. Keyin qanaqa hujjat? Hamma hujjatlarim joyida dedim. Texpasport, prava, sug'urta polisi, texko'rik, hammasi hujjatlarim joyida. Keyin qanday desa hujjatim yo'q dedim. Pitobkangiz yo'q ekan dedi. Keyin men pitobga odam tashsam pitobga olaman dedim. Keyin yo'q dedi. Daira transport xodimi Akmal degan ekan. U boshqarmadan keladi, Samarqanddan keladi menimcha, transport boshqarmasi. Yaqin qarindoshlaringdan boshqasini mindirib yurish odam